Yangi yil arafasida barcha foydali aksiyalarni e'lon qilib bersam, gilam magazin deysizlarmi? Ayollarni kiyim-kechaklarni aksiyalarini e'lon qilib bersam, bolajonlarimiz qolib ketdi-yu, bolajonlarimiz uchun ham bitta aksiyani e'lon qilaylik. Farg'onadagi Balam supermarketida juda ham katta aksiyalarni e'lon qilishibdi. Yuringlar, onajonlar, bitta ko'rib chiqamiz. Bu yerda juda katta assortimentda xolasalaring klassika, xolasalaring sportivniy variantdagi o'g'il bolalar kiyimlari uchun 22% dan aksiyalar e'lon qilishibdi. Nafaqat o'g'il bolalar, balki menga o'xshab 3 tadan qizi borlar uchun xolasalaring 7-8 yoshga, xolasalaring 3-4 yoshga, dvoyka, troyka, kamzor deysizlarmi, hammasiga 22% dan chegirmalar e'lon qilishgan ekan. Bolajoningizni bu yerga olib kelib, boshdan oyoq kiydirib ketsangiz bo'lar ekan. Trenddagi shapkalardan tortib, angorka shapkalargacha ham 15% dan aksiyalar bor ekan. Voy, bular shirinligini qaranglar, bularda hammasiga 22% dan aksiyalar e'lon qilishgan ekan. O'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham bularning hammasi Turkiya mahsuloti ekan, qizlar. Bu yerda juda ham katta assortimentda qorbobo, qorqiz kiyimlari ham bolajonlarimiz uchun 10% aksiyaga qo'yib qo'yishdi. Hattoki buni narxi 75 ming so'mdan ekan. Shunaqangi shirincha chaqaloqlaringga ham topsalang bo'lar ekan. O'g'il bolalarga kurtka deysizlarmi? Shunaqangi asal qizlarimizga deysizlarmi? Shubalar, kurtkalar hammasiga 15% dan chegirmalar e'lon qilishibdi. Bunisi Safinaga, bunisi Yasinaga, hattoki oyoq kiyimlarga 15% dan chegirmalari bor ekan. Nafaqat qizaloqlarimiz uchun, balki o'g'il bolalar uchun ham shunaqangi keng assortimentdagi oyoq kiyimlarda hammasiga 15% dan aksiyalarni qo'yib berishar ekan. Bolalar tagliklari ham juda ham arzon narxlarda ekan. Hagiz Elisovning to'rligi 80 ming so'm ekan. Mono tagligining narxi 63 ming so'mdan ekan. Bu yerda supermarket bo'lishiga qaramasdan, bozordan ham narxlari juda ham arzon ekan. Yangi yil sovg'asi uchun bolajoningizga nima olishga o'ylayapsizmi? Balam supermarketda shunaqangi keng assortimentdagi qo'g'irchoq o'yinchoqlarga kelaverasizlar. Bu Instagramda nega chuchlarga o'xshar ekanmi? Balam supermarketining manzili Kardinkaning 1-qavatida joylashgan ekan. Aziz onajonlar, Balam supermarketda sizlarni kutib qolamiz.